Assalomu alaykum, kim qop ketgan 2012da 103 102 emas 0302da aytishardi zamon tez o'zgarib ketdi deb, ha? O'zgardi lekin baribir ham ko'nikdiga. Endi yo'llarimiz radarsiz bo'lmaydi. O'qishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Hatto daraxtlar ham qadirsiz bo'lmaydi. Unutmaymiz o'tmish qabrsiz bo'lmaydi. Kelajak qilar davo, o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador, motivator, aytishnik, ChatGPT, intellekt. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direkt. Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzum tezkor. Tezkor faqat tez yordam va prosta nomi edi tezkor. Ishkal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda Bular ves O'zbekiston. Uchga yozmay qoldi bolla, kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor? Manda bor. Zamon farqini yana kimlar ayta olarkin? Kimdan chiqqan kasallik patliska tasha qaytararkan? Mayli progressga qarshi turmaymiz u. O'zimiz ham Nokia'da yurmaymiz u. Voydot.netga boshqa kirmaymiz u. Hatto game klubda nochga qolmaymiz u. Sanda bor, hammada bor ehtimol. Hozak va himoya qiladi kim qolsa shamol. Tan olinglar, Marvel bachkana bo'lib ketdi batamom. Esimizda 2012 oxirgi zamon. Kimda bor bu taassurot, kimda bor? 2012-yillar uje Telegramda bor. Nimaga bunaqa dedikin deb ensasin qotirishadi. Yana bir ko'z yumib ochdi, o'qishni bitirishadi. Xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Asta zerikarsan barchalaridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Nari-naridan. Bu hayotiy tajribamiz sanasak necha yillik. Rangli suvlardan bezor bir to'yib oddiy suvchilik. Qancha qimmat suv bo'lmasin artizandek bo'lolmaydi. Strelkali soatda ko'pchilik vaqtni bilolmaydi. Tobora o'tadi vaqt, bugun bizga to'xtadi vaqt. Qarimadik, negadir bugun o'tmish tortadi naq. Sevgi izhor qilish uchun boshqalardan oringandik. Bugun o'sha kunlarni eslab xuddi sog'ingandik. Endi bozorcha emas, supermarket bo'lib ketdi. Sezdinglarmi? Kaseta degan so'z prosta yo'q bo'lib ketdi. Oldin oyni qosh ko'zi bo'lardi. Buni kim ko'rgan? Kim bir marta bo'lsa ham podestda baqirib ko'rgan? Ko'chalarni bessagona bo'lganmiz. Kimlarni tinchini buzyapmiz deb o'ylamaganmiz. Hozircha bitta shovqin qilib ko'rsin birorta patsan. Derazani ochib, "O, katta xolini uydamisan?" Xotira qolarkan asta bari-baridan. Vaqt o'tadi to'xtamasdan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. Asta zerikarsan barchalaridan. O'tmishni eslab qolasan har-haridan. Bari farqing qolmas ekan qari-qaridan. Asta kuzatarsan bari nari-naridan. 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 Alo? Hozir o'tdim maktabimiz yonidan. Asaram qolmabdi eski holidan. Nima deyish mumkin, hayot rostdan ham o'zgaribdi. Yoki mendagi bu ikkita ko'zim to'chni qaribdi. Maktabdan qochib ketish ham bizga muammo emasdi. Kim kimidir urib qo'ysa ota-onasi kemasdi. Balki hozirgi holat bir tomondan yaxshilikka, no boshqa tomondanchi mayli u ham yaxshilikka. Ilgari orzu bo'lardi biznesmen yozingizda bo'l. Hozir yarmi chaqimchi, yarmi vashshe pitbull. Oldin qizlarda bet degan tushuncha bo'lardi. Hozir esa salomidan tushunasan to'chna bezbet. Ajoyib stil bo'lardi, nomi nima edi? Emo. Bu paytda ko'chalarni karol edi. Devo. Mayli bu kunlarni yana qachon kim bilan eslardik. Unutmaymiz paytida ummonni biz ham eshitardik. Unutadi inson baran, unutadi zero xotirasi bari ketadi. Ketadi xotiralari ketadi, noqay tomon olib ketadi. Xayol degani tepada, sada parvoz qiladi, orzular tomon eltadi. Eritadi, garchi muz yurak bo'lsa-da eritadi. Go'yo quyosh nurini taqdidek zero. Yana nostalgiya tortadi, xuddi condition zero. Xuddi eski multik zveropoydek yo'ydik. Balki barini hazilga, taqdir yo'llarida magazinga. Qanaqa magazinga? 24 ga yetdi magazinga. Sal nariroqga yurganda o'ngga поворот и дальше. O'ngga поворот и дальше shodlik-ku. Bilasanmi, bu hayotda vijdonu intuitsiyalardan tashqari
tashqari yana bir tuyg'u bor, sevgi nomi. Yo'q bu vatanga yo oilaga sevgi emas ehtimol, aksincha yagona shaxsga bag'ishlangan mehr bor. Hayotda hech kim sevgiga obyektiv qaramaydi, sevgan shaxsini hech qachon ko'ksidan itarolmaydi. Sevgani boshqasi bilan bo'lsa hatto qaramaydi va berkitib sevib yashashdan hech kim qutqarolmaydi. Xudo bergan ana mayli yo jazo deb sana mayli, hech kimni kechirmas inson bittani kechirdi mayli. Hamma odamlar aldiydi-ku degan g'oya qani, beboshliklardan keyin ishonch degan qoya qani. O'ylanaman, balki bariga sabab filmlar, axir sevgi haqida-ku ertaga multfilmlar. Hatto Romeo uchun olisda Julietta yig'lar, ishdagi ishq Aladdin, Alida, hatto Cinderella. O'zgalar ko'ziga Majnundek tasvirlanasan, ta'sirchan emas eding, no negadir ta'sirlanasan. To'g'ri, balki tashqariga chiqarmaysan, bildirmaysan va shundoq qolgani yaxshi, javobini o'zing bilasan. Hayron qolasan insonlar munosabatda tezkor, bugun yangi tanishlar va ertaga sevgi izhor. Berilgandi va'dalar va oxiri do'stim bo'lib qol. Hammaga do'st bo'lsa demak hech kimga do'stmas, bilib ol. Qara, sevgi bilan to'ldi internet yoki media, muhabbatga ta'rif berishga qiynalar Wikipedia. Birinchi sevgini umrboddir ta'siri, muhabbat ham insonlarni robotlardan bir siri. Lekin bu tuyg'uni hozir aytishadi tagi soqqa. Kimlarga hayot mamota, yosh bolalar uchun risovka. Hammada har xil qarash va hamma o'zi uchun haq, lekin doim birinchi bo'lib sevib qolganlar nohaq. O'ylashimcha ko'pchilik sayoz qaraydi bunga, filmlar, orzular, qo'shiqlar kundan kunga. Bular o'tkinchi deb ko'pchilik aytganda bil, katta bo'lganingni playlisting almashganida his qil. Muhabbatga skeptik bo'lib qarasam ayblama, sevgini kuch deyishar, no ertakka vaqt sarflama. Kun keladi joningdan sal ortiqroq sevganing, hech nima abadiy emas deb ketadi shu yeganing. Unda baxt qayerda? Da o'rinli savol, mabodo topolsang manzilini bizga ham aytvo. Asrlar mobaynida izlashadi och to'q, agar hamma izlasa demak hech kimda baxt yo'q. Aytishadi baxt hech qachon tugamas pulda deb, kimdirlar aytadi baxt doimo uyingda deb. Hammada har xil bu baxt, shuning uchun so'rama hadeb. Kimdir topsa ham senga ushlatib qo'ymaydi madeb. O'zi inson g'alati mavjudot, lekin mukammal. Agar bag'ring keng bo'lsa ham